Qalamchani shu holatida ekib qo'yadigan bo'lsangiz, buni ildizlashga kuchi yetmay qolishi mumkin. Shu videoda zamiya kulkisi bargidan qalamcha qilishni ko'rsatib bergan edim. Bugun xudo xolisa shoxi bilan birga qalamcha qilishni ko'rsatib beraman. Buni ham o'ziga yarasha ustun tomoni bor. Bugun qalamchani qum va torf aralashmasida qilamiz. Sizlar xohlasanglar perlit yoki vermikulitda qilsanglar ham bo'ladi. Hozir birinchi o'rinda kerikli shoxini tagidan kesib olamiz. Kesib olib keyin to'g'rilaydigan joyimiz bor. Do'stlar, shuni ham aytib qo'ying, qalamcha uchun chiroyli zamiya kulkislarni kesib tashlamaylik, uval qilmaylik. Qalamcha uchun har doim eskiroq, holati xunukroq zamiya kulkislarni ishlatinglar. Mana 4 ta shoxini kesib oldik. Albatta toza o'tkir pichoq bilan kesinglar. Endi biz bu qalamchalarni kuchini tejash uchun tepasidan va tagidan qisqartirishimiz kerak. Bu juda ham muhim. Misol uchun qalamchani shu holatida ekib qo'yadigan bo'lsangiz, buni ildizlashga kuchi yetmay qolishi mumkin. Qalamchalarimizni qisqartirdik. Endi biz bu qalamchalarni kamida 2 soat quritishimiz kerak. Shu kesilgan joyi qurishi shart. Do'stlar, mana shu poyalardan ham qalamcha qilsa ham bo'ladi. Xudo xolasa men sizlarga keyingi videoda ko'rsatib beraman. Uval qilmaymiz. Sizdan faqat bitta like va izoh. Kesilgan joyi quriguncha tuprog'imizni tayyorlab olamiz. Oddiy qum bilan torfni birga bir aralashtiramiz. 50% qum va 50% torf. Xohlasanglar torf o'rniga universal tuproq ham ishlatsanglar ham bo'ladi. Mana hammasi tayyor. Endi qalamchalarimizni ekamiz. Iloji boricha qalamchani kichikroq tuyiga ekinglar. Katta tuyiga eksanglar, chirtib qo'yishinglar mumkin. Qalamchani o'rtacha 2 sm chuqurligiga eksanglar yetadi. Juda ham sayoz ekmanglar va juda ham chuqur ekmanglar. Iloji bo'lsa qalamchani karnivinga botirib ekinglar, iloji bo'lmasa shart emas. Mana biz ozgincha karnivinga botiramiz va qalamchamizni ekamiz. Qalamchalarni ekib bo'lgandan keyin albatta yaxshilab sug'oringlar. Tuproqning hamma joyi nam bo'lishi kerak. Birinchi sug'orish juda ham muhim. Endi biz bu qalamchalarimizni yarim teplichka qilib qo'yamiz, ya'ni salofan paketi ichiga solib qo'yamiz, faqat salofanning tepasi ochiq turadi. Yarim teplichkaning ichida uzog'i 10 kun tursa yetadi. 7-10 kun turadi, keyin chiqazib qo'yasizlar. Albatta bu qalamchalarni yorug' joyda saqlaymiz, ustiga quyosh tushmasin va harorat +20 +25. Do'stlar, albatta kanalimizga obuna bo'linglar. Xudo xolisa men sizlarga keyingi qadamlarni va natijalarni ko'rsatib boraman.